Kadastr pasportini tayyorlash uchun bergan arizangizga rad javobi keldimi? Unda siz ariza yuborishda ayrim jihatlarga e'tibor qaratmagansiz. Keling, rad qilish sabablarini birma-bir ko'rib chiqsak. Demak, mulkingizga bo'lgan huquqlarni tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmagan taqdirda, mulkka oid nizolar mavjud bo'lsa, vakolatli organ tomonidan ko'chmas mulkka taqiq yoki xatlov qo'yilgan bo'lsa, siz arizaga biriktirgan hujjatlarda noto'g'ri yoki qarama-qarshi ma'lumotlar aniqlansa, ushbu yer uchastkasi qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda olib qo'yilgani haqidagi ma'lumotlar mavjud bo'lsa, yana mulkka bo'lgan huquqlar qonunchilik hujjatlarida va tartibida bekor qilingan bo'lsa, bundan tashqari o'lchov ishlarining olib borilishi uchun obyektga kirish imkoni bo'lmasa yoki qarshilik qilingan taqdirda, bino va inshootning ixtisoslashishi ular joylashgan yer uchastkasining foydalanish maqsadiga mos bo'lmagan tarzda o'zgartirilgan bo'lsa va yuqoridagi sabablar kadastr yig'ma jilpi yoki kadastr pasportini tayyorlash uchun yuborilgan arizani rad etilishiga asos bo'la oladi. Hurmatli yurtdoshlar, biz ham kadastr xizmatlaridan foydalanish uchun yuborgan arizalaringiz doimo ijobiy yakunlanishi tarafdorimiz. Faqatgina qonunchilikka ko'ra tartiblarga mos bo'lishi kifoya.